Hozirgi kunda Instagram, Facebook, YouTube, TikTok ijtimoiy tarmoqlarimizda yosh yigit-qizlarimiz insta bloger bo'laman deb, o'zini followerlarni, ya'ni o'zini o'sha подписчиklarini ko'paytiraman deb 2 yoki undan ortiq xotinli bo'lish go'yoki как бы sunnat amal deb targ'ibot qilish holatlari juda ham ko'payib ketdi, juda ham urfga aylandi. Men bu targ'ibotni amalga oshirayotgan insta blogerlarimizga, Facebookdagi blogerlarimizga, YouTube'dagi blogerlarimizga bitta tavsiyam bo'lar edi. Bu turdagi targ'ibot ishlarini, tashviqot ishlarini amalga oshirmaganinglar ma'qul. Sababi bu bo'yicha qonunchilikda javobgarlik mavjud. Ya'ni Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksimizning 47-prim 8 moddasida aynan 2 xotinlikni er-xotin bo'lib yashash, 2 ta xotin bilan bitta oilada er-xotin bo'lib yashashni targ'ib qilish, aynan mana shu mazmundagi materiallarni tarqatish yoki g'oyalarni yoki shunaqa chaqiriqlar bilan chiqish va bu xatti-harakatlarni ham hattoki rag'batlantirish, ya'ni pul berib moliyalashtirish, bu 15 sutkagacha ma'muriy qamoqqa olishga sabab bo'ladi.